Men sizlar uchun eksklyuziv video tayyorladim. Ya'ni ko'plar so'rashadi, qanaqa shampunni yuvasizlar, turist shampunni yuviladimi yoki italyanskiy, ko'p savollar bo'ladi. O'sha savollarga hozir men sizlarga javob beraman. Abi mumkinmi? Assalomu alaykum. Abi, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Abi, meni Instagramda podpischilarim ko'p savollar berishadi. Yana qanaqa shampunni yuvasiz? Yoki bo'lmasa shampunlar qayerdaki degan savollar juda ham menda ko'p bo'ladi. O'shanga qisqacha shampunlar haqida ma'lumot bering Instagram obunachalarim uchun. Biz Turkiyadan bütün soruyorlar Turkiyadan olib getiramiz. Keyin burada özümüz işleyip çıkaramiz. Aklagan sıfatlarda gilam şampun olsun, paraşoklar olsun, adiyarlar için olsun, yumuşatadigan narsalar olsun. Bunların hepsini biz özümüz dart yıtkızadayımları, yağ önleyicileri hepsini biz özümüz burada işleyip çıkaramız. Özbekistan'da ona qarab herkesin haklagan narsasi için onun istegen narsalarini işleyip çıkarışga biz tayyormiz. Hemesini özümüz işleyip çıkarıyapmiz. Özbekistan'da 20. yıla doldu. Ben çok da işle yapmam. Özüm işleyip çıkaramam. Özbekistan boyunca da kop insan beni tanıydı. Bu da inşallah bizi üyelik koymuydu. Kolumuzdan gelgençe emeğe yardım verişke tayyormiz. Abi, sizga rahmat ma'lumotlar uchun. Bu hammaga qiziq deb o'ylayman. Siz nimalar yuvish uchun, ya'ni shampun, sovun, mana shunaqa xo'jalikka ham ishlatiladigan qanaqa mahsulotlar ishlab chiqarasiz? Faqat shampun emas, to'g'rimi sizda? Albatta, bizda bitta shampun var, kiyim yuvadigan, idish tovoq yuvish uchun, ondan keyin yumshatadigan konditsioner var. Ondan keyin sarık güç diye bizim dağ yetkizadiganimiz var. Dağlara, kollara zarar vermeyen nazik gilamlarda, nazik nerselerde, mobillerde, hemen nersede işleyip çıkarış, tazeleyici bütün nerseleri işleyip çıkarış kolumuzdan keledi. Domestos sıfatında nerse işleyip çıkaramız. Tuvaletleri, vannaları, bütün hemen nerseleri tazeleyişke hemen nerse var bizde. Kafiller için, fol için, hemesi için işleyip çıkarış boyunca bizde hemesine cevap verecek işleyip çıkarış imkaniyetimiz var. Rahmat sizga abi. Men bu kishi bilan 5 yildan beri hamkormiz, birga ishlaymiz. O'sha sizlarda xizmat ko'rsatadigan shampunlarimiz, atirlarimiz hammasi shu kishi orqali bizga yetib keladi. Maylimi abi, siz bilan o'sha shampun ishlab chiqarish jarayonini bir ko'rsak. Albatta. Bu menimcha bu hammaga qiziq. Bir ko'rib, bir ozgincha bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'lardik. Albatta.